Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hürmetli televizyon İslam ve Biz programımızdan 54. saniylik görüşmelerine kızgın karşılığımız. Ben Abdullah Yalgın. Kadirli görüşmelerimiz hemala malum boğandak başlığından tatip tabi gün geçe her san programımızda İslam'ımızda her bir Müslüman çok eniq bilişi, tunuşi gerek boğan meselelerini temi şekilde diqqatına sunup kelyapmiz. İnşallah bugün tünügün e'lanimiz bergendek intayin muhim bir tema aslında bugünkü bu. Uzundan buyan o'ttirsida bu meseleler üstüde bugünkü temamız üstüde her xil paranlar bulup kelayotgan bir mesele. O bo'lsa siyaset bilan axloqning munosabat temasida to'xtalmoqchimiz. Programımızın daimlik mehmini hammalar tunuşuq bo'lgan hurmatli ustoz Sharq Turkiston Ulamolar birligi a'zosi shundoqla Dunyo Musulmon olimlar birligi a'zosi Abdurahmon Jamal Kashg'ariy taklif qildik. Qimmatli vaqtini chiqarib qadam tashrif qilgan uchun Allohga ko'p rahmat aytamiz. Allah razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programımız naq maydondan taqdirlanadi. Ekran oldida chiqib turayotgan nomerlar orqali programmamizga aloqador har qanday fikr, taklif berishingizni umid qilamiz. Shundoqla ko'plagan qarindoshlarimizni foydalanish uchun hem baharlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Bugungi temamizni siyoset bilan axloqning munosabati dedik. Albatta programning kirishida deganimdek siyaset degan vaqtimizda nurg'unlagan salbiy so'zlar qilindi tarixdan buyon. Hali ham qilib kelayotgan yüz yo'q, yüzsizlar ig'izga bu yerda og'lanmaydigan shakldagi nurg'un so'zlar aytilib kelgan bir so'z hamda. Shunga biz bugungi temamizda islomiy nuqtadan, islomiy ko'z qarashda turib buni qanday qaraymiz, qanday qarildi buningga degan temada inshaalloh tafsiliy holatda to'xtalamiz vaqtimizdan yori berganicha. Bevosita programmamizga kirsak, ustozim bo'lsa, oldi bilan shu axloqdan yiroqlashgan, bugun hamma odam nafratlanib ketayotgan bugungi bu dunyo siyosatiga bir nazar tashlash bilan boshlagan bo'lsak. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamsana Peygamberimizge dua salamlar olsun. Maksat gelsek siyasi faaliyette Machiavelli ve şunun o'xshash bir kısım g'arb siyasetçilerinin nazariyasini asas qilganlar siyasette ahlak yok. Siyasi menfaat ahlak faziletinin üstü durdu. Hem de gaye maksat her qanday vasıta usul çarını aqlab beradi deydigan bu ko'z qarash bilan harakat qiladi. Shunga bular o'zining xususiy manfaatlariga kelgan vaqtida insoniy qimmat qarash va axloqiy qimmat qarashni cho'rib tashlaydi. Afsuski bugungi dunyoda siyosiy faoliyat tushunjalari o'zgarib ketmoqda. Masalan, Xitoy va shuningga o'xshash bir qism ellarni hisobga olsak, bu ellerde elib berilayotgan adalet ve erkinlik kurashları terörlük yoki bölgünçilik deb sifatlanmoqda. Haq huquqini talab qiluvchilar jinoyatchi deb baholanmoqda. Zulmga bosh eguvchilar yoki zulmga sukut qo'yuvchilar vatanparvar deb sifatlanmoqda. Zulmga e'tiroz bildirganlar bo'lsa buzg'unchi deb qaralmoqda. Shuningdek yana axloqiy qimmat qarashlarning tushunchalarimi o'zgarib ketmoqda. Masalan, bugungi kunlikda nasihat qilish ortiq gap qilganlik deb qaralmoqda. Samimiy bo'lish soddilik deb sifatlanmoqda. O'sak so'z paydo qilish yoki g'ayvat qilish tanqid qilganlik deb qaralmoqda. Yana shuningdek boshqalarni haqorat qilish jur'at deb qaralgan bo'lsa, ko'yinish ojizlik, yelimikir qilish qobiliyat, munofiqlik yoki jasuslik qilish siyosatvozlik deb qaralmoqda. Axloqiy qimmat qarashlarning o'zgarib ketganligi. Afsuski bugungi dunyo kuchli davlatlarningki rahmati ostida qolmoqda. Chunki demokratiyani maqtaydigan yoki demokratiyani og'zidan tushmaydigan bexatarlik majlisdagi davlatlarmi mahkum millatlarga yoki mazlum millatlarga zulm qilmoqda. Yoki bo'lmagan bo'lsa mazlum millatlarning manfaati uchun qaror chiqarishda pito huquqini axloq zid bo'lsinmi, insonparvarlik zid bo'lsin, pito huquqini ishlatib zulm qilmoqda. Hatto ba'zi vaqtlarda mustabid diktator hokimiyatlarni sirti qarshi turganda qiyofat kirib olgan bo'lsa-mu, ostirdan uni qo'llamoqda.
Bugungi dunyoning realligi shu munda shu. Kuchliklar bugungi kunlikda burunqi mustabidlarning shuarlariga o'xshamaydigan shuarlar orqali, hatto demokratiya shuari ostida zulm, qotillik, zo'mgarlik qilmishlarini erkin olib beryapti. Bu bugungi dunyoninki axloqdan yiroqlashgan siyosiy qisqacha muqaddamadan iborat. Xo'sh. Endi undaqda siyosat bilan axloqning munosabati haqida shundan bir qilsak. Siyosat bilan axloqning munosabati degan bu temada cho'ng ikki turlik aqim bor. Bir aqim siyosatni axloq bilan olib berish lozim deb qaraydi. Yana bir aqim siyosatni axloqdan tamoman ayirib o'tish lozim deb qaraydi. Birinchi aqim kerak. Ya'ni siyosatni axloqdan ayirib qaragan bo'lmaydi. Axloq bilan olib menish lozim degan bu aqim deydiki, payg'ambarlarning islohot harakatlari tavhid aqidasi bilan birlikda axloqiy qimmat qarashlarni, insonning izzat sharafini va inson huquqini qo'g'dab kelgan. Shunga mush payg'ambarlarning yo'lidan mangadiganlar axloqiy qimmat qarashlarga rioya qiladi va ish harakatlarda axloqni tutib mangadi. Siyosiy faoliyatda axloq fazilatga tashabbus qilganlarning ichida, ya'ni bulardan sirt, payg'ambarlarning yo'lini tutib mangadiganlar sirt, Rasil va Kantga o'xshash bir qism g'arb faylasuflarni tepiladi. Ya'ni bu jamiyat yoki siyosiy harakat yoki siyosiy faoliyat axloqdan ayrilsa bo'lmaydi degan bu to'g'risida bir qanchalar faylasuflar. Masalan, buning ko'ni faylasuflarni olsak, Farabiyning fazilatli shahar degan bu falsafa asri mush nuqtani ta'kidlaydi. Bu to'g'risida qisqacha izohlab o'tamiz. Siyosatni axloq bilan olib berish lozim deydigan bu aqimninki tasavvur bo'yicha siyosiy faoliyat prinsip va axloqiy qimmat qarashlar asosida olib berish lozim. Chunki siyosiy harakatdan yoki siyosiy faoliyatdan maqsad insonni qo'g'dash, vatanni qo'g'dash maqsad. Xo'sh. Adolatni va erkinlikni himoya qilish maqsad. Hem cemiyete hemkarlık ve birbiriga ega oluş, ruhin yetildirish maqsad. Bu siyasetninki maqsadi, nishoni. Xo'sh. Bu sebepten inson hayotini, insonniki izzatini, insonning erkinligi, xotirjamligi va muqimlikni qo'g'dash axloqiy qimmat qarash asosida vujud chiqadi. Mayli siyosiy axloq olsun, yoki iqtisodiy axloq olsun, yoki ijtimoiy xarakterlik axloq olsun, mana insonning hayoti, izzati, erkinligi va xotirjamligi axloq asosida maydonga chiqadi. Masalan, bu to'g'rida dalil olsak, islom faylasuflaridan Mavardi, siyosiy Mavardi shunday deydi. Adil siyoset bilan Mavardi, adil siyoset bilan axloqning ayrilmaydiganligini ta'kidlab, adil siyaset degan so'zi bilan ish harakatlarini birlashtirgan siyosetdir. İslam talab qiladigan siyoset, islom buyuradigan siyosetmiş. So'zdan qanday bo'lgan bo'lsa, ish harakatdan aynan bo'lsin. Ya'ni bu yerda siyosiy faoliyat bilan axloqan o'xshash olsin. So'zli chiroyli, ammo amaliyotda vahshiylik bu adil siyoset kirmaydi degan bu nuqtani ta'kidlagan. Agar siyosiy faoliyat yoki siyosiy harakat qimmat qarashlar rioya qilmasa, u vaqtda insoniyatning taqdiri o'rmon qonuni bo'ysunish to'g'ri keladi. Bugunga o'xshash. Bugun dunyo qonuni o'rmon qonuni desa, ya'ni kim kuchli ko'p qolsa, gap shuning degan, buni o'rmon qonuni deymiz. Shu bo'yicha ketayotamiz, ketyapti. Shunga axloqiy qimmat qarashlar rioya qilmaydigan siyosiy harakatlar yoki siyosiy aqimlar uzun qolmay bo'la zavolliq yuzlandi. Chunki zulm usti qurilgan tashkilot, zulm usti qurilgan davlat, zulm usti qurilgan hokimiyat bu uzun qolmay vayron bo'lib tugaydi. Masalan, buningga jamiyatshunoslarningki so'zlardan naql olgan bo'lsak, jamiyatshunos dаңлық, hamma odamga dаңлық bo'lgan jamiyatshunos Ibn Xaldun shunday deydi. Axloq fazilatdan yiroqlashish siyosatda, siyosiy harakatda, siyosiy faoliyatda axloq fazilatdan yiroqlashish davlatning yiqilish sababidir. Nechilagan davlat vayron bo'lgan bo'lsa, yiqilgan bo'lsa, buning sababi axloqdan chetnagan. Buning doirasi yomon keng. Masalan, hokimning mustabidlik qilishi axloq zid. Hokimning xalqning irodasiga uyg'un kelmay kuch tayinib chiqib olishi yoki bulanchilik bilan chiqilishi bu axloq zid.
Buning doirasi yomon kavir. Adolatni ijro qilmasligi. Adolat bo'lsinmaganlik, axloqsizlik. Ham Ibn Xaldun bundan yakunlagan bo'lsa, yangi davrdagi jamiyatshunos Malik Nabi axloqsiz siyosat millatning vayron bo'lishiga yoki xarob bo'lishiga olib bordi dedi. Xo'sh. Agar siyosiy harakat, siyosiy faoliyat yoki siyosiy hokimiyat axloqsiz usullarni qo'llanib qolsa, bu nimani keltirib chiqarsa, millatning vayron bo'lishini keltirib chiqardi dedi. Bu birinchi aqimning nazarisi. Ya'ni islomningki ideyasi, islomningki tasavvuri mana shu birinchi aqimdan iborat. Xo'sh. Buni siz hozir yuqori so'zlagandan hammasini o'zining bo'liqini, ya'ni Rasulullohningki ta'limoti bo'yicha mangan iqim mushu deyishga bo'ladimi? Shunda bo'ladi. Islomning ideyasidir shu. Siyosiy faoliyatni yiroqlashtiradigan iqim shu. Ikkinchi aqim axloqni siyosiy faoliyatga ayirish lozim. Ya'ni siyosatga axloq va qimmat qarash degan narsani yaqinlashtirmaslik deydigan bir aqim bor. Bu aqimning nazarda siyosiy faoliyatning maqsadi davlatning mavjudligini ve hakimlarni qo'g'dash bo'lganligi uchun siyosiy faoliyatga axloqni aralashtirishning hech qanday g'ashi yo'q. Siyosiy faoliyatning maqsadi nimasi? Davlatning mavjudligini qo'g'damoqchi, hakimlarni qo'g'damoqchi. Unda bo'lgancha davlat bo'lsa ham, hokim mustabid bo'lamdi, diktator bo'lamdi, yanchiqchi bo'lamdi, yana biz bo'lamdi, bo'lsa ham bo'ldi emasmi? Adil qilamdi, adil qilmamdi, rost gap qilamdi, yolg'on gap qilamdi, axloqni aralashtirishdan keyin g'ashi yo'q deydi. Bu aqimninki bosh rolchilardan birisi hisoblanadigan Machiavelli'ning qarashicha, mush aqimning bosh rolchisining birisi bo'lgan Machiavelli'ning qarashicha, siyosiy faoliyatning orqaga chekinishi ve ba'zida davlatning yiqilishi din ve axloqning siyosatga o'rlashib qolganlikdan bo'ladi dedi. Buning ko'z qarashi. Machiavelli'ning ko'z qarashi bu. Shu buning nazarda bu siyosiy faoliyatni axloqiy qimmat qarashlarga yaqin etganmaslik lozim. Siyosiy faoliyatlar axloqiy faoliyatlarga bog'lashning hech qanday munosabati yo'q. Cümleden dinga bağlaştı. Cümleden din. Belki siyasi faaliyette ahlakı düşemdi, düşmemdi. Yani bizden tilimiz boyunca halal mı ya haram mı bunun karab otlamay, paydı var mı, paydı yok mu? Bunu karaş lazım. Bugünkü siyasi felsefe müşteri kitabı atıdır. Bunun asasen, Machiavelli'nin nazarisi asasen, paydılık neticeler 75 boğan çağda kullanılan usulünün ki ahlakı uygun buluş ya ki uygun bulması karab otlamay, her kanda bir vaskallık gelse, her kanda bir çağrın tapsa onu kullanız buludur. Hoş. Machiavelli'nin nazarisi boyunca. Bu karışık asasen hakimiyet mustabit olsun buludu, zalim olsun buludu. Ya ki Machiavelli'nin özününki sözü asasen gaye nişan vasfını aklap yürüdü. Ya qisqartib aytgan chaqda g'oya vasfini oqlab turdi deydigan falsafasiga asosan hokim xohlagancha usul qo'llansa, xohlagancha vasflarni qo'llansa bo'ladi. Masalan, Machiavelli Hukmdorlar dasturi nomli kitobida shunday deydi. Hokim o'zining shon sharafini o'stirish yo'lida axloqiy yoki diniy qimmat qarashlar bog'lanib qolmasdan xohlagan ishlarni qilsa, xohlagan sifatni icra qilsa, ya xohlagan sifatlar bular nima ish qilsa bo'ladi dedi. Chunki ba'zi axloqiy fazilat hokimiyatning yiqilishiga olib borsa, axloqsiz bir qism qilmishlar hokimiyatning taqim kuchlanishiga olib bordi. Qatliam mesela. Qatliam mesela Xitoy yurgizayotganda va boshqa bir qism arab davlatlaridagi diktator mustabidlik, mustabid arab hokimiyatlarining xalqning irodasiga bo'ysunamiz yo'q. Millatning irodasiga bo'ysunamdi yoki aqidasiga bo'ysunamiz yo'q. To'g'ri. Masalan bu yeniroq. Mustabidlarda, masalan burunqi Sovetninki, hozir Xitoyning va bir qismniki. Nima ish qilsan qiyin? Hokimiyat tusilan bo'ldi deb qarang. Bu Machiavelli'ninki hukmdorlar dasturidagi aniq ifodasi. Bu aqimdagilarning tasavvuri bo'yicha siyosiy jihatdan zo'riyat tug'ilib qolsa, hokim ba'zida axloq faziyat qiyofatiga kirvasi bo'ldi. Siyosiy jihatdan zo'riyat tug'ilib qolsa, axloq fazilat qiyofatiga hokimlik kirvasi bo'ldi. Lekin davlat qurish bosqichida yoki hokimiyat qurish bosqichida qo'llangan vasflarni axloqqa uyg'un emas deb buni ilg'ab o'ttamay, tanlab o'ttamay, xohlagancha vasflarni qo'llansa bo'ladi deb qaraydi.
Bu nazariyaniki asosiy nishoni mishadi markazlashdi. Endi bilgiyadiki partiyachilarniki vasitallamaslik nazariyasini ve bir kısım Uygur kafirlerinki yoki ichki yuzlamachilarniki kafir bo'lish tashabbuslarını mushu nazariya yoki mush aqim bo'yicha tushunishga bo'ldi. Masalan, ba'zilar biz vasitallamaymiz. Yani bu Machiavellining nazariyasi bo'yicha foyda chiqsin bo'ldi dedi. Axloq va uyg'on kelamni kamman karimiz yo'q. Halal mı, haram mı karimiz yo'q dedi. Yani ba'zilar dediki, vatanim ozod bo'lgan bo'lsa men buddist bo'lsam mayli. Dal Xitoyning tashabbus qilayotgan siyosatini millatning idisini yuyish uchun tatbiqladi. Qanday bo'lib bu yer millat o'zi kuchimay, o'zi badal to'lamay bu qanday vatan ozod bo'ldi. Kim ozod qilib berdi? Demek biz kafir olsak başkaları azat kıpırım deb milletni hata yolu yüzlendiratkan bir kısım naahlilik mevcut mu? Bularning qo'llaydigan siyosiy hareketi eğer hareket deb qarash bo'lsa, yoki siyosiy faoliyati dal islom axloqidan chatnagan, insoniy qimmat qarashidan chatnagan Machiavelliniki nazariyasini tutib olmoqda. Chunki bu ideyaningki asoslariga qaraydigan bo'lsak, ya'ni Machiavellidan boshqa Nietzsche faylasuf Bununki paylaşım netizi ahlak acizlarının kuralı dedi. Paylaşım. Netizi ahlak acizlarının kuralı edilen bolsa paylaşım Julian Front siyasetten mahiyeti namlı kitapta ahlak bilen siyaset çıksa herkes bir yer kelmeydi dedi. Ama Machiavelli bularning boğusu hesaplandıran siyasi faaliyetinin buzuluşu din ve ahlakınki siyasetke aralashganlik kelib chiqadi. Şuna ahlakını, dinni, siyasetten tamamen yiraklaştırış lazım deb yakın çıkar. Yani Machiavelli'nin nazariyasi kaçan çıkan, qaysi sharoit çıkan, qaysi mo'y çıkan bunun qarash lazım. Yevropa qit'asida, Yevropaninki axloqida, Yevropaninki e'tiqodiga chiqilgan yakun. Masalan, Hristiyan e'tiqodi qarasak, Injilda o'ng tasgan bo'lsa, so'l tarafdan uni tutadi. Yani zulm qilsa ma'qida deydi. Hristiyan dini tushanda so'z uchun. Hristiyanlarning xarakteriga tushishi mumkin. O'ng tasgan bo'lsa, so'l tarafini so'l qachdan tutadi. Ammo islom falsafasida birisi sana zulm qilib qolib qolsa ma'qulda deydigan shu. Bo'labdi deydigan shu. Yoki bo'ysun deydi. Demaydi. Bo'ysunmaysan deydi. Agar sen zulmga bo'ysunib qolsang, tajovuzlik qilib qolsang, masalan muslimniki jinoyatchi, gunohkor hisoblanadi islom falsafasida. Chunki Qur'oni Karim aniq hujjat bilan "Famani atada alaykum fa'tadu alayhi bil muslimat" dedi. Kim sizlarga tajovuz qilgan bo'lsa, sizlarga o'xshash darajada raddiya beringlar dedi. O'xshash darajada taqobil turinglar dedi. Bu islom falsafasi. Shu bu yer Machiavelliniki Yevropa qit'asida, Yevropa muhitida Hristiyan dini, Hristiyan axloq xarakteri to'g'risida degan gaplarni islom jamiyatiga, musulmonlar jamiyatiga tatbiqlash uyg'unmiz, tamamen uygun emas. Xatodir. Çünkü bir yerde ideologiya, yani ideya farqi va, aqida farqi va, axloq farqi va, falsafa farqi va. Bu axloqni siyasetden uzaklaştırış lazım, yoki yiroqlashtirish lazım deydigan aqimninki nazariyasi bundan iborat. Bu nurg'un gaplar bu vaqtda balkim keyincha tafsili to'xtalish mumkin. Xususan g'oya vasini aqlab bir deydigan bir jumla so'z haqida necha programma qilishimiz mumkin. Xo'sh. Endi yani ochiq haqiqat shuki, endi bugun reallikqa, dunyoning realligiga qarasak, dal shu Machiavelli va uningki sho'rkilarininki nazariyasining faqat g'arb dunyosidan emas, yani buni qo'llayotgan, buni to'xtamay so'zlayotganlarning ham emas, balki bizga tushmaydi deyotgan islom dunyosidami asosliq iqimning bu bo'layotganligini ko'ryapmiz endi. Birinchi iqimning hokim bo'lgani yo'q, hozir men bilganim. Buni ham qanday tushunamiz? Bu yerda qarash lazım. Biz bu nazariyani nimaga asosan qo'ydik desa, bizda prinsip bor. Bizda ma'rifat manbasi bor. Xo'sh. Ya'ni Qur'on, sunnat, aql, tajriba, tarixdan iborat tartib bo'yicha manba. Mush manba bo'yicha biz ideologiyamizni tutib mangdigan yo'limizni yakunlaymiz. Xo'sh. Musulmonlikning taqozosi bu. İslamga a'zo bo'lishdan taqozosi bu. Hamda yuqori sizlar o'tirib qo'ygan Arab dunyosi yoki islom dunyosi deb atalgan bu rayonlarga qarasak, xalqning ko'p qismi
Xo'sh. İslamga amal qilib ma'lum. İslamning ko'rsatmasi shaxsiy hayotida va ijtimoiy hayotida amal. Ammo hokimiyat sohasidagilar islom bilan bularning aloqasi bog'lar yo'qning aslida. Bularning hokimiyat sohasida tutib mangan vosita dal Machiavellining nazariyasiga uyg'un keladi. Masalan, misol olaylik. Saudiya Arabiston hokimiyatining Xoshqichi degan muxbirni Turkiyada ko'ydirib yo'qotib o'tishi, parchalab yo'qotish. Axloqqa uyg'unmi, islomga uyg'unmi, odamgarchilikka uyg'unmi, falsafa hech narsa uyg'un emas islomning. Unda bo'lgancha bu hokimiyatning bu qilishni islomning bir yerga tushugini, hech joyga tushugini bo'lmaydi. Dal Machiavelli nazar. Ya'ni o'zingning maqsadini ishga uchun har qanday vositani axloq tusham deb qo'llasa. Bu hokimiyatlar hozir mustabidlikdan islomning falsafa ba'zi nazariyadan qat'iy chiqiladi. Bizdan cheklab qo'yaylik dedi. Biz o'ttirdiganni o'tdasak bo'ldi, yeydiganni yesak bo'ldi. Masalan, Misrdagi tinch inqilobchilar yoki tinch qo'zg'olonchilarni ko'ydirib o'tish masalasi yoki o'ttirib o'tish masalasi. Dal Xitoyniki G'ulchi voqeasi va Urumchi voqeasidagi inqilobidagi voqealik tamamen o'xshash. Xitoyning qilgan jinoyati bilan Arab hokimiyati qilayotgani ikkisi farq yo'q. Xitoyning tutquni ashaddiy darajada Machiavellik nazariyasi o'zining manfaatini oshirish uchun boshqa turistlar Arab hokimiyati o'zining mansab uchun, hokimiyat uchun millatim nim bo'lmaydi. Uning uchun bu hokimiyatlar yuqori deganimizdek islom Qur'onga yoki Qur'on sunnatga islom vakillik qilolmaydi. Hech qanday Arab hokim vakillik qildiganmi? Hem şu yer yaşaydigan milletning irodasini vakillik qildiganmi? Chunki bularniki hokimiyat chiqish qonunsuz. Hokimiyatni o'ttirishi axloqsiz. Qanday bo'lib bu yerda diniga vakillik qilolmagan, qimmat qarshiga vakillik qilolmagan, mandachilik aytgancha davomli huquq yoki konopga sirtdan kelsa shuni ijro qiladigan odamlar qanday islom vakillik qilsa. Bular ya Moskvada o'qiganlar ko'pincha, yoki Washingtonda o'qiganlar, yoki London yoki Fransiyada o'qiganlar. Bularning yuguni ashar. İsmi musulmoncha, o'zi musulmon diyorda yashagan bo'lsa-mu, ammo ideyasi tutib mengayotgan siyosiy falsafa islom falsafasi emas bularning. Shuni bular hozir hayotda ba'zi islom davlati deb qo'yishlar va o'zlarini, ba'zilar jinaz deb atashlar va xalqni olg'il. Bundan yuguni g'arbning qo'lida. Diktatorlik. Masalan, demokratiyani qanot yaydirish, tashabbus qilish chaqiriqlari Obamaning davrida qattiq avj oldi. Masalan, İstanbulda yig'inashdi, islom dunyosi xitob qilib demokratiyani umumlashtirishdi. Misrda ochdi. Qohirada ochdi. Ammo Qohirada tinch faoliyatni yig'ishtirilishi yoki saylamniki inkor qilinishi, erkin saylamniki, demokratiyaga uyg'un saylamniki inkor qilinishiga ko'z yumdi. Chunki o'zining manfaatiga uyg'un kelmay qoldi. Chunki erkinlik boyada islom kuchli. Erkinlik boyada musulmonlar jonlan. Erkinlik boyada islom tarqatildi. Ya'ni o'zligidan tarqaydi. Bu o'zining manfaati uyg'un kelmagan yerda u demokratiyadan iborat qimmat qarshi ko'z yumib bilan diktatorni qo'lladi, chiqdi, bir ishlarni qildi. Oxirigacha ma'lum ishlarni. Xulosa shu. Xo'sh, unda islomda siyosat bilan axloqning munosabati qanday deyiladi? Başta şunu deyimizki, musulmonlik e'tiqodimizga asosi. Musulmonning har qanday bir ish harakatga, har qanday bir so'zga, har qanday bir maydon qarta uning mezoni bo'lishi lozim. Uning bir prinsipi bo'lishi lozim, uning falsafasi bo'lishi lozim, uning bir axloqi bo'lishi lozim. Shuni deyimizki, musulmonlik e'tiqodimizga asosan siyosat bilan axloqning munosabati hayotimizning cho'ng kichik butun faoliyatlar ko'rinib turadi. Agar islomga samimiy bo'lsak. Xo'sh. İslamning dunyo ko'z qarshi qaraydigan bo'lsa, siyosat bilan axloq hech bir zaman bir-biridan ayrilmaydi. Chunki yaxshilikning umumiy nisbati islomning tasavvurida siyosatning javir. Ya'ni bu nima degan gapsa, islomdagi siyosatning taqozosi yaxshilikni umumlashtirish, yaxshilikni eng yuksak pallaga chiqish. Masalan, ba'zan 50% adolat bo'lsa, qolgan nima bo'lsa bo'ladi deyish mumkin. Ba'zan 70% adillik bo'lsa, 30% nima bo'lsa bo'ladi deyish mumkin. Ammo islomning Qur'on sunnatda o'ttirib qo'ygan siyosiy falsafasi xayriyat yoki yaxshilik fazilat eng yuksak darajaga chiqishmas.
Şuna İslam dini adalet kıl deb bulup adalettin aşırıp ihsan dersiga çıkışın lazım dedi. Siyasi felsefe. İslam adaletke hem adalettin aşırıp yaxşılık kılış buyuruyor. Bu siyasetninki cevheri. Hem İslam'ın dünya göz karşı qaraydigan bolsak, İslam dini hayatninki barliq sahalardagi hayat hareketini intizam serish uchun kelgan dunyoviy mukammal bir din. Bu hukm buga asosan siyasetning axloq bilan bo'lgan munosabati, agar islom ayndal tushundigan bo'lsa, yuqori deyilgandek, siyasetning axloq bilan bo'lgan munosabati islomni chunqur tushunganlikning bir qismi hisoblanadi. Chunki axloq islomning asosiy bir qismi va aqidaninki ayrılmaz bir parçası. Yani akide bilen ahlak zich münasebetlik. Bu sebepten siyasi faaliyetlerde Müslümanlar, meyli siyasi olsun, meyli normal avam halk olsun, siyasi faaliyetlerde ahlaki kıymet qarashlarga rioya qilish, vosita chora, usul, tadbir qo'llangan chaqda halalmi, harommi deydigan bu qoidaga rioya qilish, söz qilgan vaqtida yoki bir faoliyat qilgan vaqtida bu ahlakı uygun mu, uygun emas mi deydigan bu qoidaga diqqat qilish lazım. Çünkü ahlak bilan siyasetni ayırgan ve xalqlarni bo'ysundirishda mustabidlik tayangan hokimiyatlar hamon yo'q bo'ladi, mag'lub bo'ladi. Xo'sh. Hayotning qonuniyati Allohning qonuniyati. Bu vajdan ahlak bilan siyasetni ayirib qarashga bo'lmaydi. Çünkü Peygamber davridagi, peygamberimiz davridagi ve to'g'ri yo'l tutgan hokimlar davridagi axloq bilan siyasetni birlashtirgan islom davlati ajoyib gullangan ve insoniyatga ajoyib ilg'or madaniyatni dünya tarixida mukammal bir madaniyat taqdim qiladi. Ammo islom qimmat qarishidan chetnagan yoki nisbiy chetnagan yoki qisman chetnagan islom davlatlari yaxshilikda keyinda qolgan medeniyetimi kendi qolgan. Bu krizis hali uzun tatib başlandı. Bu haqda keyincha tafsili to'xtalamiz. Hamda bu İslamdagi siyaset axloqninki munosabati dalil bo'lmasa Qur'oni Karim qarab boqaylik. Qur'oni Karim musulmonlarni siyaset bilan axloqni teng etmoqchi buyurib, "Innalloha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha va idza hakamtum baynan nas an tahkumu bil adli." Allah sizlarni omonatlarni o'z egillariga topshirishni buyurdi. Bu yerda omonat yomon cho'ng bir gap. Doirasi yomon keng gap. Masalan, bir odamni qazab turgan bo'lsa, bu bir omonat, kichik odam omonat, bu shaxsiy bilan shaxsiy omonat. Agar buni ijtimoiy omonat, siyosiy omonat hukmi bilan tushungan vaqtida hokimiyat mansibi, hokimiyat maqomi, raislik yoki valiylik deyli, bu bir omonat. Buni munosib odamga tutqizinglar. Aşının tegishlik salohiyati va qobiliyati va iqtidori va ilmi va axloq va odam tutqizinglar. Endi bu siyaset meselesinde, siyasi faaliyet meselesinde her qandaq vaqtida bütün insoniyat orasida musulmon bo'lsin, kafir bo'lsin, yanımızda olsun adaletdan ayrılmanglar. Adalet axloqning eng muqaddimasi. Dinimiz siyasetni, siyasi hakimiyetni, siyasi faaliyetni axloqning çemberçesi bağlayır. Adalettin çetleşki bulmaydı. Düşmanın olsun mu, yani bir kim olsun mu? Peygamberimiz bu doğrusunda yani la imane limen la amanet eledi. Amaneti bulmagan. Yani başkalar işinenmeydigan. Başkalar hatırcan bulamaydigan. Mesela içki yüzleme, casus, münafık, sahtipaz, koymaçı, yalgancı işinenmeydiganını süpütecek. Ma adamlarda iman yok adamlar bu. Yani iman seviyesi yetmeye adamın imanın güçlendi sen dedi. İman davası kemme sen takı değil. Sen takı İslam'dan bozuğu ustadı. Hadisinin davamı da وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا اَهْدِ dedi. Ahdisiga tuğmaydıgan, vadisi tuğmaydıgan, kirişimdi tuğmaydıgan, vapa kılmaydıgan ma adamlarda diyanet deydigan nasi yok. Bu kadar keskin hüccet bilen İslam dinimiz Müslümanın bütün hayatını ahlakka zincirsiman bağlı etken. Bunun asasen İslam'da akide bilen ahlak, akide bilen siyaset, siyaset bilen ahlak birbirisinden ayrılmayın. Bir yerde din asas, siyaset qo'g'dug'ich. Şuna ahlakni siyasi faaliyetten ayırışga uringanlik, ahlakni siyasi faaliyetten ayırışga uringanlik, Yevropadagi Hristiyan diniga o'xshash
İslamni siyosiy hayotdan, ijtimoiy hayotdan ayirishga uringanlikdir. Hamda bizning aqidamizga, musulmonlik aqidasiga uyg'un kelmaydigan almonizmlik hayotini musulmonlar hayoti tangishga uringanlikdir. Ya'ni bu diktatorlikning, mustabidlikning yana bir yo'li. Buni aniq tushunish lazım. Bu yerda yani shuni eskartimizki, ba'zan deyish mumkin. Axloq bilan qanday vatanni ozod qilgan bo'ladi? Qanday bo'lib siyosiy kurash olib borgan bo'ldi? Bugungi dunyo tamoman axloqni tashlab o'tgan tursa, sen qopab qanday axloq bilan siyosat qilmoqchi, qanday vatan millatni qutqazmoqchi deyish mumkin. Biz unga deymizki, vatan millatni ozod qilish harakati axloqiy harakat. Ya'ni bir musulmonning musulmon bo'lish, millat bo'lish, inson bo'lish sifati bilan vatan millatining ozodlik uchun qadam bosganlikning o'zi axloqiy harakat, axloqiy majburiyat. Yuqoridan tushunish lozim bu axloqni. İnsani bugungidak insoniy huquqlarimizdan mahrum qolgan bir zamonda insoniy huquqlarni qo'lga keltirish uchun qarshilik ko'rsatish harakati bu bir axloqiy harakat. Bugun erkinligimiz, hurligimiz, adolatimizni qo'lga keltirish uchun elib berilayotgan siyosiy kurash va boshqa kurashlarmi bu axloqiy harakat. Siyosatmikan siyosat emas. Axloq bo'lsa cho'qim buni qiladi. Cho'qim buningga majburiyat nuqtasi bilan chiqadi. Demak, siyosiy harakatda ya siyosiy faoliyatda shariat, aql va tabiiy xarakter qabul qiladigan axloqiy qimmat qarashlarni siyosat bilan birlashtirib mang'ili bo'ladi. Siyosat bilan axloqni birlashtirib ham siyosatdan ko'zlagan maqsadga yetkili bo'ladi. Va huquqlarni himoya qiladigan madaniyatlik davlatning quvg'ini bo'ldi. Mushunda yo'l tutalgan vaqtida, ya'ni axloqiy qimmat qarashlardan ayrilmagan siyosiy faoliyat olib borgan vaqtida bu harakat, bu siyosat ibodat hisoblandi. Shu vaqtning o'zida madaniyat xarakterlik isil bir ishga aylandi. Buning bilan necha davlatlar qurildi, necha hokimiyatlar og'dirildi, zolimlar deb og'dirildi. Mustaqillik, hurlik qo'lga keldimiz, tarix nechilgan misollar davlat. Bugungi kuni qarablam 21-asrning hadisi qarablam keskin hukm chiqqan. Tarix qarash lozim. Tarixdan ibrat olish lozim. Millatlarning, davlatlarning hayotiga qarash lozim. İbret ediş lazım. Mesela inqilab qo'zg'almoqchi bo'lganlar, Fransiya inqilobi eng uzun so'zalgan, eng radikal mehnat inqilobning birisi. Buni qarash lozim. Angliya inqilobi qarash lozim. Bundan ilg'orroq tusnagan Amerika inqilobi qarash lozim. Shuningga o'xshash bu yerda siyosatda hamma bugun ketgan bo'lmaydi. Bugun siyosat qanday bo'lsa ma'lum. Biz musulmonda bir prinsip bor, musulmonda bir axloq bor. Biz o'zimizning prinsipi, o'zimizning axloqi bo'yicha yapmaymiz. Yani bu deganlik dambiyat yavaş ol deganlik emas. Hammiyada qo'shta deganlik emas. Mu'min payg'ambarimiz mu'min bir kamadini ikki qatim chaqilmaydi. Yani bir qatim tayoqliga yadi, ikkinchi qatim hazar eylaydi dedi. Biz yuqorida deyilganimizdek dushman tajovuz qilib qolsa, ma'qulda bosh ish egib mi dinimiz. Qarishdi, taqobildi dedi. Bu axloq tutganlik hargiz bu bo'shanlikni, hurlikni ko'rsatmaydi. Ammo axloqdan chetnab qolib qolsak, Saudiya Arabiston hokimiyati muxbirini yo'qotgandek, Misr tinish namoyishlarni qirib o'tgandek, o'g'irlik nimasi bilan 5-6 bal Belgiya tutilgandek, axloq chetnagancha. 97 da necha bola O'rta Osiyoda qurbon qilingandek, Pokistonda bir narsa o'qitilgandek, ig'ir jinoyat, ig'ir xatoliklar axloq chetnagancha yuz berdi. Bu siyosiy faoliyatning oxiri mag'lubiyatga, vayronchilikqa olib bordi. Buning misollari tarixda yomon ko'p. Afsusdan aksicha tushuntirildi bu masala. Mesela vatanda mesela dinimizniki o kadar muhim deb bilgan, zulmga qarshi turishni farz deb bekitgan dinimizning ahkomlari tug'an bir xalq yillardan buyon shu kofirga qarshi turmaganligimiz, yuvosh bo'lganligimiz, din to'g'ri tushuntirilmaganligi uchun sabr qilish, taqdir bu narsalarni xato tabliğ qilinib, xato ezib uchirilib xalqimizga zulmga bo'y egishni o'rgatyapti. Nəhayət ikinci bir məsələdir. Siyasi hareketlerimizdə içki toxunuşunun mənbəsi nima? Endi siyasi hareketlerimiz ve şununla birlikte siyasi faaliyetlerde bir qancha yilning mobaynida pat-pat yüz berib turgan içki to'qinishlar,
Əxlaq uyğun olmagan talaş tartışlar, mansab tamalları mavjudmi? Mavjud. Shuni vazirlik qilib ketgan. Xo'sh. Masalan, buni misol kirmaydi. Bir-biri qilinayotgan til haqoratlar, bir-birini yiqitish urinishlar, bir-birini e'tirof qilmaslik, manmanchilik qilish yoki cho'ngchilik qilish, bir-birini qarindishim deb ko'ranmaslik, siyosiy prinsip uchun shaxsiy manfaatidan voz kechmaslik, qarindoshlarga dushmanlar qilgandek muomala qilishdan iborat. Bu nachar qiliqlarning manfaatini surishtirsa, nega ko'rib taqilsa, axloq kirisi taqildi. Mush yuqorqi illatlarning hammasining manbasi, tüp sababi nereden topqilsa, axloq kirisidan topqildi. Ya'ni bu yerda bugungi mush qiliqlar, mush nachar ishlar siyosiy harakatlarimizda va siyosiy faoliyatchilarimizda bo'lgan bo'lsa, demakki bizda axloq kirisi ig'ir darajada mavjud demak. Axloqimizda buzilish bor demak. Axloqimizda chekinish bor demak. Agar siyosiy harakatlarda va siyosiy faoliyatlarda yuqori illatlar avj olgan bo'lsa, siyosiy engimizda va siyosiy ko'rishimizda axloq kirisi mavjud demakdir. Buni bunday tushunish lazım. Xo'sh. Biz axloq kirisi yashayapmiz. Agar axloq kirisi bo'lmasa, misoldan birini alaylik. Kirmaydigan tumutim. Masalan, surgun hukumat tashkiloti. Bular sayladi. Mo'g'lada ismda qilishi bir 2 yil ilgari birlarini sayl. Ya'ni o'zaro saylam qilib chiqqan birisi e'tibor qilishi. Kimni saylash qat nazar? Ismi bilan umunim yo'q. Ammo uningdan boshqa biz sig'atchida u yerda bizsini, biz bu yerga chiqib olish bu axloq kirisi. Agar axloq kirisi bo'lmagan bo'lsa, millatning manfaati uchun yoki mavjud bo'lgan bir tashkilotni saqlab qo'g'dab qolish uchun qolganlarning hammasi voz kechish lozim. Saylangandan boshqa. Kimni saylashdan qat nazar? Ismi muhim emas. Bu bir misol, tushunish qilishni da'vataman. Ammo men u tarafdor, bu tarafdor emas. Xo'sh. Agar siyosiy harakatlar va siyosiy faoliyatchilar siyosiy faoliyatlarda islom axloqiga va qarindoshlik huquqlari rioya qilingan bo'lsa, o'zaro to'qinish paydo qilib, millatning kuchini ufratmagan va bir-birining g'aybatini qilishmagan bo'ladi. Islom axloqi rioya qilinsa, g'aybat qilmanglar degan bo'yicha. Mao mening musulmon qarindishim, milliy qarindishim, yani bir qarindishim, nega bo'lsak bormiz, insoniy qarindoshdan tar. Mush to'g'ri kelgan bo'lsa, g'aybat bo'lmaydi. Millatning engini biz u bozorda to'lab, biz bu bozorda to'lab, biz o'ng'i biz so'l talab, millatni ufurtib etmaydi. Hodirib etmaydi. Hammasi butun kuchni tajovuz dushman bilan qaratadi. Cho'ng tashkilot bo'lsin, kichik tashkilot bo'lsin, o'ngchi bo'lsin, so'lchi bo'lsin, Avropada bo'lsin, Osiyada bo'lsin. Ammo ish undaq bo'lmaydi. Demak, musulmon kishi siyosiy faoliyatlarni axloqdan yiroqlashtirgan vaqtida yuqorqidagi illatlarni yuz berganligini bilish lozim. Yuqorqi illat nereden yuz berilsa, siyosiy hayotdan, siyosiy faoliyat axloqni yiroqlashtirgan zat yuqorqi illatninki hammasi yoki bir qismi maydonda bor degan. Yaqindan yuz berayotgan masalalar nega ko'rib taqildi bo'lsa, bizning axloqimizning buzilayotganligi taqildi. İslam axloqining chekinayotganligi, Diyanetning kunsir ojizlab, soxtilishayotganligi berib taqiladi. Bu haqda keyin balkim kelar hafta to'xtalishimiz mumkin. Shunga musulmon siyosatchi musulmon bo'lishib bilan har zaman qarindoshlariga rostchil samim bo'lishi hamda uningga islom axloqining ko'rsatmasi bo'yicha muomala qilish lozim. Xo'sh. Shundaqla qarindoshlar yolg'on gap qilmasligi, hasad qilmasligi qarindosh bo'lgandan keyin g'aybatini qilmasligi, suxanchilik qilib boshqalarning orasida buzmasligi, haqorat qilmasligi, cho'ngchilik qilib yoki poksiz yomon gumon qilmasligi. Bu mu musulmonlikning taqozosi. Xo'sh. Xulosaga vaqtimizda musulmon siyosatchi yoki musulmon siyosiy faoliyatchi degan har qanday maydonda go'zal axloqni o'zgartmaydi. Ma nuqtani obdan ismini tutish lozim. Axloq u shahardan bu shaharga borsa o'zgarib qolgan narsa emas. Musulmonlar bo'ldi ekan emas, aqidamiz islom aqidasi bo'ldi ekan, axloq muqim bo'lish lozim. Nega ko'rib yashaylik bu axloqdan voz kechishga, o'zgarishga bo'lmaydi. Jilanga o'xshab to'lg'inish bo'lmaydi. Siyosat maydoni kerakli, iqtisod maydoni, yalimish maydon kerak. Shuniki musulmonninki
o'zgarmaydigan prinsiplari va o'ziga yarasha axloq ol. Buni musulmonlik deymiz. Buni islomning axloqi deb qaraymiz. Ammo musulmon dushmanlarga qarta, tajovuzchilarga qarta, munofiqlarga yoki josuslarga yoki millatga ig'ir ziyonkashlik qilayotgan malullarga qarta qanday bo'lib desa, buning qarta irodalik, buning qarta jasur, zirak, hushya, sezgir bo'ladi. Bu dushman tutadigan usul. Ammo o'zaro bir-birisiga kelgancha marhamatlik, mehr shafqat, kuyinish, mehribonlik, qarindoshlik tuyg'usidan bu. Bu musulmonningki har vaqtda o'zgarib qolmaydigan axloq deydi. Mana bu siyosiy harakatlarimizga ichki to'qinishniki asosli kiriz, axloq kirizi mavjud bizda. Chunki axloqimizni tuzish lazım. Axloqimizni tuzishimiz uchun iymonimizni kuchlantirish lazım, aqidamizni jonlantirish lazım, qalbimizni yangidan poklashimiz lazım. Bu vaqtda keyinchagi darslarda bu 4-savolninki aramızda yüz bir siyasi krizlarninki illat sabablar haqida keyincha tafsilga to'xtalib qolishimiz mumkin. Ko'pincha rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Vaqtimiz to'shib qoldi. Endi bir qanchalig'an savollar bor, bu savollarga javob beramiz desak, yana uzrab ketgandek turdi. Men endi bir yerda yana bir qo'llam kelgan bir savolni so'ramoqchi. Biz siyosatni masalan ikkiga ana kategoriyaga bo'lgan bo'ldik. Siyosiy axloqqa rioya qiladigan siyosat iqimi, u bo'lsa payg'ambarlarning va bizning payg'ambarimizningki. Yana birisi axloqni tamamen qayirib qo'yish kerak. Bugungi dunyoda hokim bo'layotgan masalan manfaat hammadan muhim, yani asos narsa manfaat. Shu manfaat bilan bo'ladigan har qanday axloq yoki din bu narsalar bilan ishimiz yo'q deydigan qarash tikilardi. Tashkilotlarning masalasini ozroq kirgan bo'ldik. Dünyada mesela nurg'ulg'an biz Uyg'ur tashkilotlarining ichidami masalan buni uchiqlam desak ham dinga asoslangan. Bugun hatto biz burungi darslarimizda demokratiyani nurg'un tushundirdik. Buningki dinga zid keladigan yerlarning na ekanligi, islomga hech qanday zid bo'lmagan yerlarning qanday ekanligini degan bo'ldik biz ilgirki darslarimizda. Demokratiya savol bo'lib qolsa ayrim program qilamiz. Kirmadik, tafsilga kirmadik. Buningga bu uning emas. Ammo shu siyasi teşkilatlarning kelgan Uyg'ur tashkilotlarining ichida nurg'un iqimlar bor hamda. Yuqori birinchi turkumdagina xalab menayotganlar va ikkinchi turkumdagilar bo'lish kerak deb menayotganlar va bularni masalanki biz birinchi turkumdagilar degan turib islom bo'yicha menish kerak, axloq bo'yicha menish kerak, hech bir shaklda hatto davlat manfaati, Uyg'ur millatining manfaati bo'lsa-mu, islomga zid bo'lib qolsa, biz kechimiz deydiganlar yana birisi kashmaymiz, Uyg'ur millatining manfaati bo'lsa biz har qanday qilamiz deyotganlarga qarshi chiqish kerakmi? Ya ularni dushman deb e'lon qilish kerakmi yoki senmi yo'lingda mengayvergin biz seni qo'llaymiz deyish kerakmi, nima deyish kerak? Bu ikki mavjud masalan yuzlagan tashkilotlar bor deydi bugun dunyoda. Bu vaqtda esimda qolishi 40 bilan 42 oralig'ida bir programma qilgan. Xo'sh. Millatni birlashtirish falsafasi shu temada esimda qolishicha. Bu yerda biz cho'ng ishga yaqinni ikkiga bo'ldik. Mavjud tashkilotlarning ichida islom ideyasi bo'yicha harakat qilayotgan tashkilotning ikkina misolini liberalizm bo'yicha siyosiy faoliyat qilayotgan tashkilotlar ikkina misolni bergan. Qolgani ya buningga tabi, ya buningga tabi. Shuning ba'zi tashkilotlarning edimi 1, ba'zining 3 tashkilotni sanji qo'ygan bilan umum jamiyat hozir 5-6 da oshmaydi bu tashkilotlar. Janomas 4 va qolganlarimiz bola tashkilot. Mening nazarimda balkim xatolashgan bo'lishi mumkin. Ham bu yerdagi masala qarindoshlarimiz deydiki, Uyg'urlarning hammasi islomga o'chmanlik qilmasa uning qarindoshi. Millatimizga jasuslik qilmasa Xitoyning manfaati qarshi qarindoshi. Mayli u aqimda bo'lsin, bu aqimda bo'lsin. Biz islom qarindosh bo'lamiz, hech bo'lmasa uni milliy qarindoshligimiz. Endi qarindoshligimiz bu yerda dediki, nimishqa birlashmaymiz, nimishqa bir ish olmaydi, nimishqa bir şey kelmaymiz, nimishqa hamma jug'laydigan bir organ qurolmaymiz. Turli shaklda ish bor. Buni qilishning yo'lini o'tirib qo'yaptim. Buni qilishning yo'li bir-birisiga bir qarindoshlik ruhi bilan muomala qila olsak, bir-biriga dushmanlik qilmasa, buni qildigan narsa yuqorqi illatdan qutulsak, hech bo'lmasa 4-savolda o'tirib qo'yilgan illatdan qutulsak, bu hamkorlikning yo'li ochiladi. Xo'sh. Buni qilish uchun islom axloqi musulmon bo'lgan ekan, bu kafir deb siyosat tashkilotimizni qo'ygan bo'lsa, ham kafirga, ma bo'sh ma'ni ekan deb bilsak bo'ldi. Lekin undaq demaydi, hammayli musulmon tashkilot deydi. Unda musulmon tashkilot nomli bo'lgandan keyin musulmon nomli xitob qilyapmiz bular. Kafir bo'lganmiz u bo'yicha
Jean-Jacques Rousseau'ningki falsafasi bo'yicha u bo'yicha xitob qildik ularga. Tashkilot qanday qurildi, davlat apparati qanday qurildi deb. Musulmon degandiki islom axloqi bo'yicha, islomning falsafasi bo'yicha xitob qilyapmiz. Da'vatimiz musulmonlik da'vosi bo'lgandan bu birlashaylik, o'rtaq yakkilaylik. Bu yerga o'rtaqlashadigan narsa biz prinsip birligi dedi. Men necha qatim to'xtaldim. Birlashtirilgan narsa siyosiy prinsip birlik. Ening kanidan axloq qimmat qarashlarga rioya qilish. Xo'sh. Ko'z qarashimiz siyosiy masalalarda o'xshamasligi ko'p masalalar normal. Buni takror aytdim. Islomda siyosiy prinsipning soni 20 atrofida xulosasi qolgani turli ko'z qarashni qabul qilgan masala. Men bilan, ya'ni bizning, men bilan sizning ko'z qarash o'xshamaydigan masala. U ayrim. Ammo asosiy prinsip bir kelsa, qolgan masalada har taraf o'zining ko'z qarashi bo'yicha usulni aytmoqchi bo'ldi. Masalan, biz deydik, men ma'arif orqali vatanni ozod qilmoqchi, millatning eg'ini ochib, kallasini ochib, jiq adam o'qitib, jiq professor, doktorlarni yetishtirib deyish mumkin. Ba'zi bir tashkilotlar qurolliq ish qilmasa hal bo'lmaydi deyish mumkin. Biz deydik, bugun kunlikda bizning holimiz xarob. Boshqa dunyoning yordamini olmay ish qilish, siyosiy ish qilish lozim deyish mumkin. Yana birisi iqtisodni kuchlantirib, zavod fabrikalarni qurib, xalqning qo'sqilib to'yib ish qilish mumkin. Demak, jamiyatda turli eqim bor, turli ehtiyoj bor. Hammasining nimasi qarash to'g'ridek ko'rindi. To'g'ri. Buning qilsin, buning qilsin, millatning ehtiyoji bor. Bu ham mening da'vat qilgan bir oni bir eqim. Oni bir yo'l bo'lsin. Biz siyosat qilsin, biz ma'rifat qilsin, biz ilm ma'rifat qilsin, biz tadqiqot qilsin, biz o'quvchi bilan, biz maktab etishlar, yana biz shug'ullansin, ammo oni eqim atrofiga cho'g'ilsin. Ma ona eqimni keltirmay qolib qolsak, yoki buni barba qilmay qolib qolsak, tarafga chechirib, hammasi o'zining padisida cho'g'laydi. Bu chetdagi siyosiy maydonda harakat qilayotgan ozg'in Uyg'urni bo'lib, parchalab tutma-katan qiladi. Bugun bo'layotgan masalamiz, da'vatimiz qarnishmi? Biz sirtdan yordamiga tayanishdan ilgari bu da'voni qilamiz bo'lsak, siyosiy kurash deyil, da'voni tutib ba'zan tanqid qilish. Siyosiy kurashni qilamiz bo'lsak, birinchi qilib o'zimiz qilishimiz lozim. O'zimizni birinchi oldin safga chiqishimiz lozim. Chunki farz ayni bizga tushdi. Uyg'ur bo'lash, Sharq Turkistonlik o'sibimiz bilan bu siyosiy kurashning birinchi majburiyat egalari kim desa, Amerika yoki hech kim emas, Sharq Turkistonlik. Unda bo'lgancha bu bir yer kelsa, bir nuqta, bir nishon kelsa, endi boshqa davlatlar mana bu yordam bersak, bir natija chiqarak deb endi yordamlashib. Ammo biz tutmakatan parça, biz o pelekte, biz bu pelekte, biz aya çökülüp жүрсе, başka yardım bergen davlat, muş millet bilen iş olamı deb yardım kolunu sozmaydı. Men ma'u noktadan Müslüman davası olgunken biz İslamның felsefesi bilen iş kılaylı, İslam ideyasi bilen siyaset kılaylı, İslam ahlak iş kılaylı, öz ara hemkarlışıqı asas açılı. Gaybetten saklanaylı, mutakabbirlikten saklanaylı, çoğunçılık saklanaylı, yaman guman kılıç saklanaylı, sağlam edemiz. Muş ne saklansak, nem şekillen? Tedrici yakınlı şekillen. Ben bunun kuchağıdır. Ama bu degenim başka, mesela bir neçe misal aldım. Hazırlıkçı mesela 97'de, şu isimde karıştı, 97 ve 96 aralığında Orta Asya'da bir neçe bala dünyalık hoşlaştı. Hazırlıkçı bu mesele yak uyan bulmadı, yak buyan bulmadı ama meydandı var. Siyasi hatalık mısa, ağır derece siyasi hatalık, ahlakı zıt oğalık, İslam ahlakı tamamen zıt oğalık. Kesip diyademiz. Hoş. Bir neticesinde ki Pakistan o'qitilishi islom ahli zıt bu ağır hatalık. Bu hata saqlanish lazım. Qashqchilikni misol qildik. Majliyaning nazariyasini tutqan uchun islom axloqiga insof parazit. Bir necha balninki bilgiga turmuş kirib qolishimi bu siyosiy jihat ağır hatalık deb yuqorida til qilib o'tib ketdi. Demak, siyosiy harakatimizni to'g'ri yo'lda yuzlantirishimiz uchun millatninki manfaatiga merkezleştiriş için hatalıklardan saklanılsa o vakit ortak bir noktada keliş yolları açılır. Bu diğerlik derhal onu uyanga, bunu bilen hüküm çıkarılmaz. Hatalıktan saklanaylı da teşebbüs kılır. Yani Müslüman bolsanlar, Müslümanlık davayın semin bolsanlar, Kur'an, sünnetten, İslam'dan siyasi felsefe gelin. Deydiğin gibi olmuş. Yok biz hem İslam'dan çıkıp getirilen bolsa, onu okuvasak buldu. Müşahede Belgiyadaki partiyachilar meselesini tilgağınızın depti birisi. Bular nimaga asosan masalan kafirlar yoki ikki yuzlimchilar deysiz dedi. Yo'q, men u kafir demedim. Men Belgiyadagi partiyachilar va ba'zi Uyg'ur kafirlar. Men o'nli kafir dedim. Ya'ni Belgiya partiyachi ayrim va bir qismli borki Uyg'ur kafirlarning bugungi kunlikda islomdan chiqib ketsak bo'ldi. Bugun butun xafaligimizdan sababi islom, musulmon bo'lganligimiz uchun boshqa yordam qilmaydi. Hatto buddist bo'lsak bo'ldi, kafir bo'lsak bo'ldi deb cho'ng so'rinda
so'zlagan bir qism noahlari bor, videosi bor. Men buning asosan dedim. Hargizmi bu yerda bu partiyachilarni men gapirdim. Bu gapirdiganim yoki ishguzlimchilar u boshqa, ma partiyachilar u boshqa. So'ng ba'zi deb ayirdim. Gapga obdan diqqat qilish lazım. Men ulardan qilganim ma alaqa vasita tanlamaymiz degan. Bu xatolikni partiyachilarni vasita tanlamaymiz degan xatolikni bu yerda eskartdim, tanqid qildim. Xo'sh. Demak, yana jiq savol bor, ammo lekin vaqtimiz yetmaydi, qadrli ko'ruvchilarimiz. Bir qancha savollar bor. Bu savollarga ayrim bir bo'lim qilsak bo'ladigan shaklda savol so'rabsiz. Shunga bugun uni qoldirib qo'yay inshaalloh. Oldimizki bo'limlarda yana davomlashtirsak bo'ladigan turdi bu tema. İnşallah biraz kengaymasak, çünkü so'ralganlarmi ayrim bir programma qilish kerak bo'lgan savollar var ekan. Mashhad oxirlashtirsak, yarım soat deb yana oshirib qoldik. Qimmatli vaqtdan chiqib ko'rib berganingiz uchun ko'p rahmat aytamiz. Alloh umr bersa oldimizga hafta o'xshash soat ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.